Uzgidromet ertaga 16 aprel kuniga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-14 gradus, kunduz 22-24 gradus iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Ayrim joylarga chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 gradus, kunduzi 18-23 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 gradus, kunduzi 25-30 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Ayrim joylarga chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 gradus, kunduzi 20-25 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 gradus, kunduzi 20-35 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat kechasi 12-17 gradus, kunduzi 21-26 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sel, suv toshqinlari hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 gradus, kunduzi 12-17 gradus iliq bo'ladi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.